Mana bu bizning tarafga bir yangi qo'shni ko'chib keldi yoki bo'lmasam bizning ishxonamizga bir yangi ishchi keldi. Hattoki salomlashishni ham bilmaydi. Hamisha qavoq qilib yurgan degan gaplarni gapirishda har birimiz bilamiz. Lekin yaxshilab o'zingizga bir marta savol bering. O'shalarni salom bermaydigan va qavoq qilib yurishga majbur qilgan bizning o'zimiz emasmizmi? Salgina tashqariga yurganimizda, ko'chada yurganimizda yoki biron joyda aylanib yurganimizda yonimizda chiqqan insonga salgina kulib gapirsak yoki kulib qo'ysak yoki assalomu alaykum desak, nargi tarafdagi inson nima deydi? Agar o'sha inson erkak bo'lsa, agar bu meni xohlayapti deydi. Agar ayol kishi bo'lsa, agar menga ko'yini ketdi deydi. Agar u boy-badavlat inson bo'lsa, agar nima deydi? Mendan pul istayapti yoki bo'lmasam bir narsa xohlayapti. Uni ongida bir gapi bor degan gaplarni gapiramiz. Yo bu yolg'on gapmi? Aslida biz o'zimiz o'sha oddiygina kulib gapirishdi, chiroyli, go'zal gapirishdi yo'q qilyapmiz.